kechagina edi. Qon tomirlarga stent qo'yish uchun xorijiy davlatlarga borar edik. Bugunchi Abdurasul Azimov Tojikistonda yashaydi. Oyoqlari og'riq berdi. Oxir oqibat yura olmay qoldi. Tizza, tos bo'g'im suyaklari yemirilgan deyishdi shifokorlar. Shunda bemor O'zbekistonga Beshariq tumanining Yakatut qishlog'idagi Ixlos klinikasiga jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun keldi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Toshkent shahriga emas, hatto Farg'onaga ham emas. Viloyat markazidan 150 kilometr uzoqlikdagi Beshariq tumanining Yakatut qishlog'iga davo izlab keldi tojikistonlik bemor. Men Tojikistondan 4 oy oldin o'yin tamomini qildi, zakonda bo'ldi. Yura olmasdim. Operatsiyadan keyinchi? Ha, endi yuryapman. Yaxshi bo'ldi. Mana keldim, bugun bek tamomini qiladi, Xudo xolasa, Xudo shifo bersin. Shu qishloqda tug'ilib voyaga yetgan Salohiddin Aslonbekov mohir jarroh bo'lib yetishdi. Uni mamlakatning nufuzli shifoxonalariga ishga taklif etdilar, lekin Salohiddin o'zining qadrdon qishlog'ida tibbiy xizmatni rivojlantirishni afzal ko'rdi. Ixlos klinikasiga asos soldi. Shogirdlar tayyorladi. Zamonaviy tibbiy texnik vositalar olib keldi. Jarrohlikda eng og'ir va nozik amaliyotlarga ham qo'l urdi. Mana endi Ixlos ovozasi boshqa viloyatlar, hatto qo'shni davlatlarga ham yetdi. 2025-yilning o'zida 30 mingdan ortiq bemorga ambulator va statsionar xizmat ko'rsatildi. Tibbiy sug'urtani birinchilardan bo'lib amaliyotda qo'lladi. Tibbiy xizmat eksportida esa viloyatda eng yuqori o'ringa ko'tarildi. 3000 ga yaqin Tojikiston fuqarolari bizda tibbiy ko'rikdan o'tildi, ambulatorni ko'rdik. Shundan 600 ta bemor yotib davolandi. Buning ichida nihoyatda ko'pi mana shu yuqori texnologik operatsiyalarni qildirib ketdi. Ixlosda davolanayotganlar undagi malakali xizmatga ishonadilar. Shuning uchun boshqa yurt, viloyat va tumanlardan ham shu yerga kelishadi. Mamlakatxon Mahkamvaga o'zi yashash joyida sinib maydalanib ketgan oyoq suyaklarini tiklab bo'lmas deyishdi. Shunda uni Yakatut qishlog'iga olib keldilar. Bunday qilib tushdim. Birpasda meni operatsiya qilib yaxshi sog'lom qildi. Hozir yaxshiman, hamma yo'g'im yaxshi meni, tuzuk. Bemorimiz bundan 10 kun oldin uyda yiqilish hisobiga son suyagini quyi qismi, son suyagini bo'tmasi bilan maydalanib suyagini sindirgan. Kelgandan keyin bemorni sixli tortmaga olib, suyaklarni nisbatan to'g'rilab olib, keyin biz ortopedik operatsiyonda ortopedik stolimizda tortib olib, bemorga son suyagining tashqi tarafiga bilakirish shu 30 sm uzunlikda bilakirish plastinkaga qo'yib, suyakda hamma mayda suyaklar repani qildik. Bemorda shu yutuq shundaki, bunaqa operatsiyadan keyin biz qorin oyog'i bilan gips qo'yardik. Mana hozir bemorga kecha operatsiya bo'lgan bo'lsa, mana bugungi holati yaxshi. Bemor o'zi bemalol, oyog'i mana tizzani harakat, hammalari yaxshi, gips qo'yganimiz yo'q. Mana siniq mahkam turibdi. Mana bemor tizzasi bemalol harakat qiladi. Tizza qotib qolmaydi, harakatda. Mana ertaga Xudo xolasa oyoqda turgizib, yurgizishga harakat qilamiz. Yemirilgan tizza tos suyaklarini kesib olib tashlash, o'rniga sun'iy suyak va oshiq-moshiqlar o'rnatishning haddini olgan Salohiddin Aslonbekov va uning shogirdlari rejalari katta. Bu yil tirsak, yelka, bel bo'g'imlarida jarrohlik amaliyoti o'tkazishmoqchi. Buning uchun bizda hozir mutaxassislarimiz mana yanvar oyida Amerikada o'qish tashkil qilingan. 15 kunlik o'qishga ikkita mutaxassisimiz ketadi. Italiyada aprel oyida, keyin Germaniyada may oyida o'qish planlaganmiz. Shu qishloqda ulg'ayib, taniqli shifokor bo'lgan mutaxassislar Amerika, Yevropa tajribasini Yakatut qishlog'ida muvaffaqiyat bilan amalga oshirishyapti. Tibbiy xizmat eksporti hajmi ortganining boisi ham aslida shunda.